birlamchi, ikkilamchi bitik kreditlar mavjud bo'lib, birlamchi bitik kreditda Toshkent shaharga 420 million, Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarga 330 milliongacha ajratiladi. Kredit bo'lsa 14% o'zingiz to'laysiz, 4% 5 yil muddatgacha Moliya vazirligidan pul beriladi. Ikkilamchi bitik kreditimiz esa 15 yil muddatga ajratiladi. Kredit foiz stavkasi 26%, boshlanish badal 20%. Bunda qarz oluvchining yosh chegarasi hisoblanadi. Kredit muddati tugaguncha mijoz 75 yoshdan oshmasligi kerak. Agar 65 yoshli mijoz ikkilamchi bitik kredit olaman desa 10 yil muddatga ola oladi. Bunda olish tartibi o'zimiz bandlagan fuqarolarga ham boshlanish 40% badal shakllantirsa 26% 15 yil muddatga ajratib olamiz. Bitik kreditlar bo'yicha savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Olish uchun davlat ishlash kerakmi? Yoki bitik kredit olish uchun, birlamchi bitik kredit olish uchun davlat ishida ishlamasa ham bo'ladi. O'zimiz bandlagan fuqaroga bunda ham birlamchi bitikda 40% masalan